وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' kun, bu ulug' oyda bütün ibadatlarimizni, amallarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Alloh taolo hammalarni salomat va xotirjam qilsin. Alloh taolo hammalarni har turli kasalliklardan, balo musibatlardan o'z panohida saqlasin. Bugün biz Alloh taoloning izni bilan Baqara surasining 186 oyatining tafsirini o'qiymiz. Hafta o'qigan oyati karimada Alloh taolo bu ulug' oyda, Ramazon oyida Qur'oni Karimning nozil bo'lganligini bizga xabar bergan edi. Bu oyatda bo'lsa Alloh taolo bu ulug' oy, ulug' vaqtlarda bandalarninki Alloh taologa duo qilishi, rag'batlantirib duoni ijobat qildiganligini bizga bayon qildi. Astaizu billah. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ey ulug' payg'ambarim, ey hurmatli payg'ambarim, mening bandalarim sendin mening haqqida so'rasa, men yaqinmi, uzoqmi deb mening haqqimda sendin so'rsa, fa inni qarib, men ularga bak yaqinman. Bu yerda Alloh taolo ibadi mening bandalarim deb aytib bizni mehribonlik bilan tilga oldi. Buningdan yuqoridagi oyatlarning Ramazon haqidagi oyatlar bo'lganligi, buningdan keyin kelgan oyatning Ramazon haqidagi oyat bo'lganligidan Alloh taolo bu yerda ibadi mening bandalarim deb mehribonlik bilan buni tilga olishi mu'min bandalarim demakchi. Meningki mu'min bandalarim, mening qullarim sendin so'rsa, men bak yaqin. Bu oyatning nozil bo'lishi haqida Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda shunday kelgan. Yeziddan kelgan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, bizning Rabbimiz bizga yaqinmi? Biz uningga ichimizda duo qilsak ishtamdi, yoki Rabbimiz bizga yiroqmi? Biz uningga tovlab duo qilishimiz kerakmi?" deb so'ragan. Shu chaqda bu oyat tushgan deydi tafsir olimlari. Alloh taolo bu yerda birinchi bandalarim deb bizga nihoyat mehribonlik bilan so'z qildi. Ikkinchisi qarib o'zining yaqinligini bayon qildi. Alloh taolo bizga shundoq yaqin, shundoq mehribon, hamma ahvolimizni ko'rib turdi, bilib turdi, ovozlarimizni anglab turdi. Hatto ovozimizni chiqarmasakmi, qalbimizga tukkan, ko'nglimizga keltirgan ishlarni hammani bilib turdi. Shuning uchun biz qalbimizni, ko'nglimizni, qilgan ishlarimizni hammani Alloh taolo ko'rib turdi, bilib turdi. Alloh menga shunday yaqin deb
e'tiqod qilishimiz, shundoq bilishimiz, shundoq harakat qilishimiz lozim. Yana bir oyatda Alloh taolo bizga shu jon tomiridimi yaqin men bandalarimga deydi. Shundoq yaqin bizning qanday ehtiyojimiz borligini biladi, ko'radi, bizga ehtiyojlarimizni Alloh taolo qamdab beradi, sonsiz ne'matlar bilan bizni shundoq ne'matlantirib, rizqlantirib, ehtiyojimizni qamdab turadi. Ujibu da'vatad da'i iza da'an. Bir duo qilguvchi menga duo qilsa, men uning duosini ijobat qilaman deydi Alloh taolo. Duoni ijobat qilaman degan duoni qabul qilaman degan so'z. Ya'ni men bandalarimningki mendan menga duo qilib, mendan nimani talab qilsa, bu duosini men ijobat qilaman. Ya'ni qabul qilaman. Hech kimning qilgan duosi hargiz zayoqlab ketmaydi. Endi duoni qabul qilish boshqa, qilgan talablarimizni amaliyotga chiqarish boshqa. Alloh taolo g'aybni hamma narsani bilguchi. Biz bo'lsa g'aybni bilmaymiz. Ati beshimizga qandaq ahvollarning, qandaq ishlarning keladiganligini bilmaymiz. Nimaning bizningki bugunimiz va atimiz kelgusimiz uchun foydali bo'lganligini, qaysi ishning kelgusimizda ziyonli bo'lganligini biz bilmaymiz. Biz shu kamtuk aqlimiz bilan hozir menga mundaq ishlar bo'lsaydi, mushu ishlarim hal bo'lsaydi deganga o'xshash talablarimiz, ehtiyojlarimiz, qiyinchiliklarimiz bo'ladi. Bu qiyinchiliklarim hozir hal bo'lgan bo'lsa deymiz va Alloh taolodan tilaymiz. Endi duo qilishninki bu duo degan ibodatninki eng yuqori pallasi. Shuning uchun Rasululloh ad-duo huval ibodat. Yani ibodatning o'zi duo degan. Duo degan bandaninki o'zining muhtojligini Rabbining bo'lsa bu ehtiyojini qamdaydiganligini bilganligi, shuni e'tirof qilganligini ko'rsatdi. Shuning uchun duo qilishda, Alloh taolodan bir narsa tilashda, Alloh taologa haqiqiy ishonch bilan meni cho'qim shu duolarimni Alloh taolo qabul qilib, mening tilaklarimni cho'qim beradi degan qat'iy ishonchi bilan Alloh taologa yolvorib, duo qilish, Alloh taolodan tilash bu bizning vazifamiz. Endi qilgan duolarimizning hargiz zayoqlab ketmaydi. Alloh taolo uni qabul qildi. Tilaklarimizninki amaliyotga chiqishi, nimani tilgan bo'lsak shuningki bo'lishi, qiyinchilikni hal qilishni tilgan bo'lsak qiyinchiligimizning hal bo'lishi, yoki Alloh taolodan bir bola tilgan bo'lsak yoki bir boylik tilgan bo'lsak uningki amaliylashishi, bu Alloh taoloning irodasiga bog'liq bir ish. Alloh taolo bizga nimaning foydali, nimaning ziyonli bo'lganligini, qaysi ishning qachon foydali, qaysi ishning qachon ziyonli bo'lganligini bilganligi uchun bizning duolarimizni qabul qiladi, bizning tilaklarimizni qabul qiladi, lekin uni amaliyotga chiqarishni bizga foydali bo'lgan bir vaqtda amaliyotga chiqaradi. Shuning uchun duoninki amaliyotga, tilaklarimizning amaliyotga chiqishi bir necha xil bo'ladi. Birinchisi, agar bizningki tilgan narsamiz hozir biz uchun foydali, biz uchun naytibak kerakli bo'lsa, Alloh taolo uni shu chog'da amaliylashtirib beradi. Bu tilkimiz amaliyotga chiqadi, ehtiyojimiz qamdiladi, qiyinchiligimiz hal bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, agar bizningki tilgan narsamiz hozir mening bu ishim bo'lsa bo'ladi degan ishimiz hozir bo'lsa, bizga atimiz uchun, kelgusimiz uchun ziyonli bo'ladigan, o ishdan boshqa bir ziyon keladigan ish bo'lsa, Alloh taolo uni
kechiktirib, shu foydali bo'lgan vaqtida uni ijobat qiladi, uni amaliyotga chiqaradi. Üçüncüsü, eğer endi bizning tilgan narsamiz bizga bu dunyoda foydali bo'lmaydigan, biz endi uni haqiqatini bilmagandikin, g'aybni bilmagandikin, mushu ishim bo'lsa bo'ldi deb tilaymiz, lekin o ish bizga ziyon keltiradigan ish. Undaq olsa Alloh taolo uning o'rniga biz boshqa narsa tilgan bo'lsak, uni o'rniga uningdan yaxshi bizga foydali bo'lgan boshqa bir narsani beradi. Bu duanın ameliyatga chiqishininki üçüncü şekli. Dördüncü şekli, Allah Teala bu kılgan dualarımızı, tileklerimizni bu dünyada ameliyatga chiqamasa, onunki hikmeti ahiretke koyudu. Yani ahirette bizning muhtaç olan, do'zaxdan qutulish uchun, jannatga kirish uchun qattiq ehtiyojimiz bo'lgan vaqtida, shu vaqtida bizga bu dunyoda qilgan duolarimizni ashada ijobat qilib, bizningki beshimizdagi cho'ng xafalikdan qutqarish uchun Alloh taolo bu duoni oxiratga kechiktirdi. Yani demek Allah Teala'ya her zaman dua kılışımız lazım. Bütün ihtiyaçlarımızı Allah Teala'dan tilişimiz lazım. Hatta Resulullah hadiste bir ayağlarının buğuçunu tapanmasanlar mı Allah'tan tilanlar deydi. Yani düşünecek narsını Allah'tan tilamamı demeslik gerek. Çoğun olsun, küçük olsun, ihtiyacımız olan varlık narsını Allah Teala'dan tilap her zaman dua kılışımız lazım. Bu dua kılış için Allah Teala olan bizim oturumuzda bir vasık etmeydi. Falanı verip duayını Allah'a yetkizin deyişk etmeydi. Şunun için Allah Teala dua kılın deyişinin aldı da فَاِنِّي قَرِيب deyip, ben sizlerge bek yakın. Hem ahvalınlarını bilmen, duayınlarını anlayman, avazınlarını anlayman, konularını, fikirlerini bilmen deydi. Onda oğandikin her an, her yerde ey ulug Rabbim, mındak ihtiyacım var, benim bu ihtiyacımı sen kandap bergin dep nimini tilmeksi olsak Allah Teala'dan tilişimiz lazım. Hem de Allah Teala'nın duanı icabet kılış için, duamızı kabul kılış için bir şartı var. Bu şartı neyken? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي O bendilerimle benim taleplerimle, benim davetlerimle icabet kılsın, kabul kılsın deydi. Hem de biz Allah Teala bizge kitap Kur'an öğretti, peygamber öğretti, bu Kur'an'ı tefsir kıpırdıgan alimlerini öğretti. Bu arkalık Allah Teala bizge özününki bizden kılıdığan narselerini yetkizdi. Allah Teala'nın bizge ihtiyacı yok. Bizden Allah Teala'nın ihtiyacımız var. Allah Teala'nın bizden taleplerini bizdenki muşu dünyada ve ahirette doğru yolda menep hayatımızda baxt saadetke erişişimizdeki yollarını kökstüdü. Şunun için ma işlerini kılınla, bunu işlesilge faydalık deydi. Ma işlerini kılmanla, bu işlesilge ziyallık deydi. Şeytan sizlerge düşman deydi. Bu şeytan sizlerge yamanını yaxşı kökstüdü, satını çıraylık kökstüdü, sılını yaman yolga başlaydı. Onun kendini kirmanla, nefsinin akışlı kirmanla, ben kösetken, peygamberim sizlerge öğretken yolda menanla deydi. Muşu davetini kabul kılsın deydi Allah Teala. Ben sizlerin dualarını kabul kılay, sizlerin taleplerini icra kılay, ama bunun şartı sizlerimi menimki taleplerini kabul kılınla, ben kösetken yolda menanla, bana itaat kılınla, bana asilik kılmanla, Peygamberimden sizlerge öğretken yolu boyunca menanla. Şunda kılsanla, ben sizlerin bütün tileklerini, dualarını hemini kabul kılman deydi. Vel yu'minu bi ve bana işengen, bana iman keltürgen imanınlarda sabit, müstahkem durumladı.
Bu sözün iki xil ma'nosi bor. Birincisi vel yu'minu bi mana bo'lgan iymoninglarda sodiq bo'linglar, mustahkam bo'linglar va bu iymoninglarda doim izchil bo'linglar. Bundan chiqib ketmanglar, ojizlashib qolmanglar deydi. İkinci ma'nosi bu duoga taalluq bo'lgan ma'nosi vel yu'minu bi mana ishoninglar degan mening sizlarning duolaringlarni ijobat qildiganligimga ishoninglar. Mushu duolarni qabul qilib, sizlarning tilaklaringlarni amaliyotga chiqaradiganligimga ishoninglar. Shunda ishonib duo qilsanglar men qabul qilman deydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ziniki muborak hadis sharifidan Ud'ullaha ve antum muqinuna bil icabah degan. Yani Allah Teala'ga ibadet kılınlar, Allah Teala'ga dua kılınlar. Sizler aşının icabet bolduğanlıqıga, kubul bolduğanlıqıga çin işengen halatta dua kılın. Hem de dua kıp bakay. Allah Teala icabet kıp kalsa, kubul kıp kalsa acaba emez deme. Mundak dua kılsa kubul olmaydı. Allah Teala çokum menimki duamı icabet kıldı. O benim Rabbim, beni körüp durdu, beni bilip durdu, benim ahvalımı bilip durdu. O Rabbim bana aytıbek mihriban, bana faydalık boğan işlerini kıldı, ziyallık boğan işlerini kılmaydı. Dep Allah Teala'ga qat'iy ishonchi qilgan duoyimizning ijobat bo'lganligiga, duoyimizning amaliyotga chiqadiganligiga qat'iy ishongan holatda duo qilsak, Alloh taolo uni qabul qiladi. Yana duoninki qabul bo'lishining shartlaridan biri, yine Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatdi. İstijal aldırab qalmasanglar duoinglar cho'qim qabul bo'ladi, amaliyotga chiqadi deydi. Bu Resul sahabeler aldırab qalgan degan nima deganda, duo qildim, ijobat bo'lmadi desanglar bo'lmaydi degan. Yani ben shuncha duo qilyapman, tilovatman, ammo meniki duoim ijobat bo'lmadi demaslik kerak. Duo qilaverish kerak. Attigin her namazda dua qilish kerak, saharda dua qilish kerak, Qur'on o'qib dua qilish kerak. Alloh taoladan tilaverishimiz lozim, yalvarishimiz lozim. Shunda qilaversak, Alloh taolo cho'qim duoni ijobat qildi. Ammo lekin bu shayton bizga endi degizdi. Duo qilsak ijobat bo'lmayotgan nima ish qilamiz degan ya gap qolsa, o chaqda inson ma'yuslanib duoni tark etib qoldi. Bu to'g'ri emas. Shunda bo'lmagan taqdirda duoni ijobat. Duoning ijobat bo'lishining yana bir sababi halol yeyish, haromdan qochish. Şu yegan taamlarımız, kiygan kiyimlerimiz, ichimliklarimiz hammasi faqat halol bo'lsa, onun kishinin haqqi qitilib qolmagan, harom qitilib qolmagan bo'lsa, undan keyin Alloh taolo qilgan duolarimizni ijobat qiladi. La'allahum yarshudun. Agar sizlar shu duo qilish orqali qanday qilisizlar? To'g'ri yo'l topsizlar. Alloh taoloning bizga o'rgatgan, bizdan talab qilgan, bizga ko'rsatgan yo'llari bo'yicha maqsad Alloh taologa bo'lgan iymonimizda, ishonchimizda mustahkam bo'lsak, Alloh taologa butun tilaklarimizni bevosita Alloh taolodan tilasak, o chaqda biz qanday qilganmiz? Hidoyatga, to'g'ri yo'lga erishganmiz. To'g'ri yo'lda ma'alayotganmiz. Xato yo'ldan o'zimizni saqlanalayotganmiz. Dunyoviy ishlarimizda, oxirat ishlarimizda, diniy ishlarimizda, hamma ishda to'g'ri shu bizga kerak bo'lgan, foydali bo'lgan yo'lda ma'alaymiz va xato, ziyonliq yo'llardan o'zimizni saqlay olamiz. Shunda bo'lgan chaqda undan keyin Alloh taolo bizga yordam qiladi. Bizningki mehribon Rabbimiz shundoq mehribonki bu Rabbimiz har qachon duo qilsak, qanday chaqda duo qilsak, duo qiladi. Uningga bir falan vaqtida qilsan, falan vaqtida qilolmaysan degan bir gap yo'q. Qachon qilsak bo'ladi. Hamda fazilatlik vaqtlar bor.
namoz o'qigan vaqtga o'xshash, Qur'on o'qigan vaqtga o'xshash, yomg'ir yoqqan vaqtga o'xshash, ko'nglimiz bir Alloh taolaning ne'matini ko'rib suyungan vaqtga o'xshash, ana shunday vaqtlar. Buning ichida ham Ramazon eng ulug' vaqt. Alloh taolaning rahmati har zamongidan nihoyatda ko'p yog'adigan vaqt. Bu Ramazonni duo oyi deb atalgan Ramazonning ismlaridan biri Qur'on oyi. Bu oyni, bu vaqtlarni nihoyatda bak Alloh taolaga ko'p duo qilish bilan o'tkazishimiz lozim va her günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi, rozu tutkan her bir müminin iftar kılgan vaktida kılgan duası her gün red kılınmaydı. Allah Teala onu çok kabul kılır deydi. Şunun için bu şundak vakitlerini ganimet bilip sahar vaktida zorluklu kopka vaktimizde ve başka gündüzde mukandak vakitte köp dua kılaylı. İftar vaktida, iftar kılgan vaktimizde konumuz şundak söyüngen bir vakit, şundak bir hayacanlı gelgen bir vakitte Allah Teala'ga dua kılaylı. Özümüz için günahlarımızın mağfiret buluşu için, Allah'ın rahmetine erişiş için Allah Teala her günü Ramazan'da nurgun bendilerine dozaktan azat kılıp bu cenneti de yazıdım. Bizni şu dozaktan azat kılıp cennetke kirgan bendilerim de yazıdıgan bendilerinin ki içidin kılışı için dua kılaylı, ölüp ketken ata-analarımızın ki mağfiret kılınışı, onların ki cennetke kirişi için dua kılaylı, balıvaqalarımızın ki insaf tevfik tilep dua kılaylı, hayatının ki yakşı buluş için Allah Teala gösterken yolda menep baxt saadet, dünya ve ahiretlik baxt saadetke eriş için dua kılaylı, ümmetimizin ki, Müslümanların ki güçlük buluşu için dua kılaylı. Allah bizdeki vatandaki biçare halkımızın şu zulümden kurtuluşu için dua kılaylı. Bu hemimizin bu şu duanı kılış için bu fırsat. Allah Teala bizni dualarımızı icabet kılsın. Günahlarımızı mağfiret kılsın. Bizni kıyamet günüsü şu ulu Kur'an'ı bizge şefaatçi kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bizge şefaatçi kılsın. Ata-analarımızın günahlarını mağfiret kılsın. Hemmimizni kıyamet günü erşinin sayesinde sayedaydıgan bahtiyar müminlerden kılsın. Allah Teala hemimizni Resulullah'ın mübarek kolu bilen Havz-ı Kevser suyunun içkilini kılsın. Pulu sırat kavlüküdün sağ salamet ötüp cennetke kirgilini kılsın. Cennette özünün cemalini görgülünü kılsın. Allah Teala ballarımızga insaf, tevfik, hidayet ata kılsın. İşi yok ballarımızga iş nasip kılsın. Okuvatkan ballarımızga okuşlarına muvaffakiyetlik versin. Allah Teala bütün mümin Müslümanlara yardım kılıp onların saflarını birleştirsin. Bizden Şarkı Türkistan'daki karındaşlarımız, barlık mümin Müslüman karındaşlarımızı şu zalim kafirinin zulümlerinden kutkatsın. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.